login parolingiz bilan birinchi marta kirganingizda sizdan kelgusi yil qayerda malaka oshirishingiz so'raladi. Siz buni ixtiyoriy ravishda o'zingiz tanlashingiz kerak bo'ladi. Agarda siz onlayn malaka oshirmoqchi bo'lsangiz, hozirda Abdulla Avloniy nomidagi ilmiy tadqiqot instituti tanlash kerak va saqlash tugmachasini bosish kerak. Offline, ya'ni an'anaviy o'qimoqchi bo'lsangiz, sizga 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shaharda o'qish imkoniyati yaratiladi. Hozirda har bir viloyatda bittadan hududiy malaka oshirish markazlari bo'lganligi uchun siz o'zingizga kerak bo'ladigan birortasini tanlashingiz mumkin. Masalan, Toshkent shahar tumaningiz hozirda Yakkasaroy tumanida hududiy markaz faoliyat yuritayotganligi uchun Yakkasaroy tumanida bitta malaka oshirish instituti borligini ko'rsatyapti. Qolgan tumanlarda esa hozirda hududiy malaka oshirishlar tashkil etilmaganligi uchun 0 bo'lib turibdi. Shuning uchun siz Yakkasaroy tumanidagi malaka oshirish hududiy markazini tanlash talab etiladi. Shundan so'ng malaka oshirish ta'lim muassasasi to'liq nomini tanlash kerak bo'ladi va saqlash tugmachasini bosamiz. Kelgusi yilda siz Toshkent shahar Yakkasaroy tumanidagi malaka oshirish, ya'ni Toshkent shahar xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malaka oshirish hududiy markazida o'qishingiz mumkin. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bu holatni o'zgartirish imkoniyati bor. Hozirda offline tanlab qo'yib, reyestrni qayta tanlab, sizda o'zgartirish imkoniyati bor. Bemalol yana qaytadan onlaynni tanlab, siz Abdulla Avloniy nomidagi ilmiy tadqiqot institutida onlayn malaka oshirishingiz mumkin. Yoki teskarisi, offlaynni tanlab, boshqa hudud tanlab, siz malaka oshirishni tanlashingiz mumkin. Va saqlash tugmachasini bosamiz.